Hello hammaga, sizlar bilan Imperator Minecraft. Bugungi videomizda biza zombi apokalipsis dunyoda yashab qolishga harakat qilamiz. Qani, let's go. Qiziqib ketyapti bu dunyoda nimalar bo'lar ekan. Qani, xo'sh. Bu yerda har xil joylar. Biz Prichuk olmoshiga kiramiz va bu yerda bile. Hammasiga bir tiyga qimmat so'zlar. Do'stlar, biza Mabutda iltimos do'stlaringizga jo'nating va kanalga obuna bo'linglar debdi. To'ppa-to'g'ri do'st, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Bu judayam muhim. Va endi biz jumlaga kiramiz va kirib bo'lmayapti. Sosmaydi-chi? Mana bu yerda yozib qo'yibdi-ku. Kredit babam настройка. Qani kiramiz. Bu yerda qiyinlik darajasi hardga qo'yamiz. Qancha qiyin bo'lsa shuncha yaxshi. Bu yerda o'sha playerga qo'yamiz, havo ochiq bo'lsin va kulga qo'yamiz. Va endi chiqsak ham bo'ladi va o'yinga olg'ay. Va zombie apocalypse coming soon. Bosamiz va endi navbat o'yinga. Let's go. Do'stlar, qanaqa bo'lar ekan bu zombi dunyosi, qiziqib ketyaptim. Men buni oldin o'ynab ko'rganman bu kartada. Bu kartada tepani pastga sakraysizda, sandiqlarning ichini ko'rib, narsalarni olishga harakat qilishingiz kerak. Hozir o'yinga kirib qoladi. Samolyot uchib ketamiz. Va ketdi. Qani, let's go. Nima bo'ladi? Transportor oldi. Biz orolga tushamiz va sandiqdagi narsalarni olib zombilarga hujum qilamiz. Va yana aytganda, bunda 30 soniyadami, 1 minutdami drop tushib turadi. Droplarni olish kerak. Boshqa kartada mana qilamiz, 100 ga yasab qolamiz. 100 ga yasab qolamiz. Va tayyor. Sotuvchi bor. Çok koordine. Va avion bor. Yaxshi. Senden foydalanamiz. Bunu olamiz va tova olamiz. Bizga kelamiz. Sen olamiz. Tayyorlangan ekan. Menga ovqat kerak, jonim to'ldirish uchun hozir yeyolmaymiz. Uyga tezlik qilishga hali zombilar bo'lishini bor. Ana zombilar bo'lish uchun eng zo'r P90. Jonim ancha kamayib qoldi, buni ham to'ldirib olish kerak. Ovqat chiqmadimi? Sanda so'ramiz. Kerak emasdan dravaskan bor. Bularni olamiz. Va undan uramiz. Bu jonni to'ldiradi. Yana bitta. Chunki ovqat chiqmadi. Tayyor va bu ekan, surish kerak bu yerlarda. Tepada sariqqa belgi qo'ygan.
Dropga ham hozir ko'ramiz. Avvalo uyga kirib ishqilib qo'ysan. O'z ovqat va nima yadi va mana buni bosamiz, uramiz. O'qlang. 93 chiqamiz. Bu yeni o'qamiz. Katta narsa chiqadi. Lekin mod zo'rda menga rosa yoqadi. Mana bu yerda pastda ham qizilni belgilab qo'ygan. Ikkinchi bu zombilar yana ba'zilar ovoziga keladi. Men bular tiymaga bo'lsam ko'rdim. Kechsam ovoziga kelayotgan bo'lgan ekan. Bu ancha buni shu joyini realistik qilishganda. Bunlar uylar bor. Bu dunyoda uylarga kirib narsalar olib yurmasini bilmaydi. Bu gap. Pijamasini o'ttasini bu. Şantisti yok olalıkla. Burada böyle şu teyze cüdem sürü şu çuban diye bana mavi yıkılıp içini yapıp ve hiç para yok kendi yani. Ve avtomat bitta bu va bir 90'dan koyacak. Bu yoktu yani. Tamam. O lazerler geçiyor, X'ler geçiyor. Navgi geldi öldürüp uy çok mavi geçikin yine büyük var. Çünkü bu tekrar bir şey oluyor. Uli Scar bana bu ve bana bu ve sen tutuyorsun. Ayo, vay canına. Fayda do'stlar, qanaqa qilib bo'lib qoldim. İşsiz. Mayli. Mana shu videom shu joygacha ko'rilgan yetadi. Bu 20 ta qilma, yomon emas. Mana bunday maksimum kill qilgan 68 tagacha kill qilganman. 68 tagacha kill qilganman. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Biz tezroq 1K bo'lishimiz kerak. 1K mening maqsadim shunday, 1K bo'laylik. Agar video yoqqan bo'lsa, aytganimdek yana kanalga obuna bo'linglar. Va men bu modni qachon topsa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha yerda topib bemalol olishinglar mumkin. Mazza qilib o'ynashinglar. Juda ham zo'r karta. Hammaga yoqib qoladi. Masalan, menga bu karta juda ham yoqadi, chunki bunda avtomatlar juda ham zo'r. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'linglar. Siz bilan Imperator Minecraft bo'ldi. Keyingi videolargacha xayr.